turlari va strategiyalar. Ushbu taqdimot muzokara turlari va strategiyalar haqida muhim ma'lumotlarni beradi. Muzokara turli xil shakllarda bo'lishi mumkin. Uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun esa zaruriy strategiyalarni tanlash kerak. Muzokaraga tayyorgarlik va rejalashtirish muvaffaqiyatli muzokara uchun muhim jihatlardan biridir. Ushbu jarayonda muzokaralar uchun maqsadlar va kutilayotgan natijalar aniqlanadi. Muqobil variantlarni ishlab chiqish va qarshi tomonning ehtiyojlarini tushunish muntazam jarayonda asosiy ahamiyatga ega. Norasmiy muzokaralar ko'proq sodda va tabiiy muhitda o'tkaziladi. Bu muzokaralar do'stlik va tanishlik asosida amalga oshiriladi va o'zaro formallikka ega emas. Norasmiy muzokaralar o'zaro munosabatlarni mustahkamlashda samarali yordam beradi. Taqdimot muzokaralari ko'pincha yangi takliflar va g'oyalarni taqdim etishga amalga oshiriladi. Ushbu jarayonda qatnashchilar ma'lum bir maqsadga erishish uchun turli usullarni qo'llashlari mumkin. Taqdimot muzokaralari muloqot sifatida ko'p vaqt talab qiladi. Chunki ta'sir va raqobatlar bilan aloqalarni o'rnatish muhim hisoblanadi. Muzokara turlari va strategiyalar haqidagi tushunchalar muvaffaqiyatli muzokara o'tkazishga muhim asos bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etadi. Har bir muzokara jarayoni qatnashchilar o'rtasida samimiy aloqalarni o'rnatishga sabab bo'ladi va bundan qaytgan natijalar har kimga foyda keltirishi mumkin.